Do'stlar, assalomu alaykum. 1 yillik tanaffusdan keyin mana yana ko'rishib turibmiz. Men ismim Karamaddin. Men 5 yil davomida tarmoqli marketing biznesi bilan shug'ullanganman va roppa-rosa 1 yil oldin men biznesimda bankrotga uchraganman. Ya'ni meni bir qancha ofislarim bo'lgan va yaxshigina jamoa, liderlar bo'lgan va men 1 yil oldin hamma komandamni, biznesdagi hamma topgan narsamni, ofislarni hammasini yo'qotib, yaxshigina men minusga qarzga kirib qolganman. Bu albatta meni xatoyim bo'lgan va tarmoqli marketingni men yomon demoqchi emasman bu yerda. Keyin eng muhimi men o'zimga bo'lgan ishonchda yo'qotganman. O'shaning uchun men 1 yil davomida men depressiyada bo'lganman, stress, nima qilishni bilmaganman. Va mana shu 1 yil davomida men tushunib yetgan narsa, yutqazish yoki yiqilish bu shunchaki sinov, qayta tura olish bu jasorat. Agar siz ham hayotda yiqilgan bo'lsangiz, qayta tura olgan bo'lsangiz, unutmang. Yutqazish bu yiqilish yoki hamma narsani tugash emas, yangi imkoniyatlarni boshlanish. Mana shu 5 yil davomida olgan ko'nikmalarimda, tajribalarimda men sizlar bilan mana shu YouTube'da ko'rayotgan bo'lsa, YouTube'da, Instagram'da bo'lsa, Instagram'da men bo'lishib bormoqchiman. Bu 5 yil davomida men bilan qolgan narsa bu informatsiya. Da meni komandam, biznesdagi hamma narsam ketdi, lekin asosiysi eng muhim narsa men bilan bilimlar, ko'nikmalar, qanday biznes qilish kerakligi, qanday biznesmendek fikrlash kerakligi, qanday to'g'ri fikrlash, boylardek fikrlash va bu juda ham katta baza informatsiya bo'lgan. Va mana shu bilimlarni men mana shu kanalda bo'lishib boraman inshaalloh. Kanalga obuna bo'ling. Oldinda juda ham qiziqarli va foydali videolar kutmoqda inshaalloh.